Yengil sanoat korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash tartibi belgilandi. Hukumat qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yengil sanoatni rivojlantirish agentligi qoshidagi yengil sanoatni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan yengil sanoat korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizom yengil sanoatni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan yengil sanoat korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash tartibini belgilaydi. Nizomga ko'ra, yengil sanoatni rivojlantirish agentligi tomonidan tadbirkorlarga moliyaviy yordam quyidagi xarajatlarni to'lab berish uchun ko'rsatiladi. Jumladan, xalqaro brendlarni jalb qilish xarajatlarini qoplab berish yo'nalishida, xalqaro brendlarni jalb qilish, ularning egalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, shuningdek, bu yo'nalishdagi sourcing kompaniyasi xizmati xarajatlari, transport xarajati, ekonom klass uchun, O'zbekiston hududida mehmonxona xarajati, tarjimonlik xizmati, mutaxassislarni o'qitish xarajatlarini qoplab berish yo'nalishida o'quv treninglarida qatnashish to'lovi, transport xarajati, mehmonxona xarajati, moliyaviy yordam olish uchun ariza va belgilangan hujjatlar ariza qabul qilingan kundan boshlab 7 ish kuni davomida ko'rib chiqiladi. Agentlik 1 ish kuni davomida qabul qilingan qaror to'g'risida tadbirkorlarga xabarnoma yuboradi.